hal qilinadigan kamchilik tufayli yosh oila ajrashib ketgan, qabulimga er-xotin kelishgan, bularda 5 yillik birlamchi bepushtlik bo'lgan, ya'ni umuman farzandlari bo'lmagan 5 yil davomida hamma tekshiruvlardan o'tishgan, lekin yaxshi chiqqan tekshiruvlari, men tekshiruvdan o'tkazganimda bachadoni ichida katta polip borligini aniqlaganman va mana shu polipni keyingi oy olamiz deganman. Keyingi oy ular kelishi kerak bo'lyapti, lekin qiz aloqaga chiqyapti menga, men o'zim boraman. Men ajrashib ketdim. Mayli, keyingi oilam uchun ham, baribir keyingi oilada farzand ko'rishim uchun ham shu polipni olib bering degan va men mana shu polipni olib berganman o'sha qizga. Men o'ylayman, agar biz e'tiborli bo'lganimizda, mana 5 yil davomida ular ko'riklardan o'tgan, baribir bitta oddiygina shu narsani o'tkazib yuborishmaganda, demak bu oila qachon farzandlari bo'lib ajrashib ketmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar sizda ham farzandsizlik bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta chuqur tekshirishdan o'tishni tavsiya qilaman. Sizda follikul yorildi degan bilan yorilmay qolishi mumkin. Sizda bachadonlar o'tkazuvchan degan bilan o'tkazuvchan bo'lmasligi mumkin. Yoki siz spermogramma tahlili topshirganingizda sizga sperma tahlili 100%, hattoki 80% deyishlari mumkin. Bilingki, qanaqadir muammo bo'lmasa, bepushtlik kelib chiqmaydi. Bepushtlikning sababi ko'p va uni sababini aynan sizni vaziyatingizda nima sabab bo'layotganini bilib, davolanib albatta homilador bo'lasiz.